Menga qarang, siz ham shunaqa yurmang, tag'in. Qanday chekish shunaqa. Siz ham shunaqa narsalar chekib yurmoqchisizmi? Voy, bu siz nima? O'zingiz o'ylamang, faqat meni ham o'ylayapsiz. Bunaqa narsalar sog'liq uchun, umr uchun juda ham zararli, oxirgi yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. O'rta qalaysan? Mana qilibsan. Qo'ymading ishini bari. Qilsani? Qo'ya kerak emas. O'z qachakib tur. Erkimiz-ayu. Qanaqa bo'lar? Nozlanmasang-chi o'rta. Ichmasdan kerak. Ichmasang nimadan kelib qilasan? Qiynamasmi? Har kuni millionlab odamlar qo'lida bir xil predmet. Buni odamlar oddiy dam olish odati deb bilishadi, ammo bu odat asta-sekinlik bilan hayotni, umrni, orzularni kemirib boruvchi sokin qotildir. U har kuni qo'llaringiz orasida sokindir, jim turadi, hech narsa demaydi, biroq u sizdan bir narsani olyapti. Asta-sekin, sezdirmasdan joningizni. Sigaretning tutuni ichida 7000 dan ortiq kimyoviy modda bor. Ularning kamida 70 tasi bevosita saraton chaqiruvchi zaharlardir. Chekish yurak xurujlari xavfini 2 barobar oshiradi. O'pka saratoni esa chekuvchilarda chekmaydiganlarga qaraganda 15 barobar ko'p uchraydi. Eng achinarlisi, bu zarar faqat chekuvchining o'ziga emas, balki atrofdagilarga ham ziyon yetkazadi. Chunki bu tutundan go'dak ham, cheksa ham birdek nafas oladi. Bitta sigaret kichkina ko'rinadi, ammo har bir tutun nafasi yurak, o'pka va miya uchun yangi zarba. Bu tanlov emas, bu zanjir va bu zanjirni faqat o'zingiz uzishingiz mumkin. Chekish bu hayotni sekin o'chirishdir. Shunday ekan o'zingizni va yaqinlaringizni har dam ehtiyot qiling.